Assalomu alaykum. Agar siz ham hikoya eshitishni yaxshi ko'rsangiz, demak aynan sizga kerakli joydasiz. Demak biz hikoya o'qishni boshlaymiz, cho'zib o'tirmasdan. Hikoya nomi So'nggi non deb nomlanadi. Mahalla chetidagi kichkina nonvoyxonada Hasan aka degan bir kishi ishlar edi. U odamlar orasida unchalik ham bilinmas, lekin har tongda birinchi bo'lib nonvoyxonani ochar edi, oxirgi bo'lib esa yopar edi. Hasan akaning bitta odati bor edi. Har kuni tongda bitta non alohida qilib qo'yar edi. Hech kim bilmasdi. Nima uchun, zaxirami deb so'rashganida u faqat kerak bo'lib qoladi der edi. Bir kuni nonvoyxonaga eski kiyimda bir kampir kirib keldi. U sekin yurardi, qo'llari titrar edi. "O'g'lim", dedi u past ovozda, "bugun pulim yetmayapti. Yarim non bersang ham rozi bo'lar edim." Navbatda turganlar norozi bo'lib uning yuziga qarashdi. Kimdir pichirladi. "Har kuni shu kampir keladi." Hasan aka indamadi. U javondan o'sha alohida qilib qo'yilgan nonni oldi-da kampirga uzatdi. "Oling ona, bu sizga. Pulini keyin olib kelaman", dedi kampir ko'zlari yoshlanib. "Ona, shart emas", u dedi Hasan aka. "Bugun men sizdan qarzdorman." Kampir bu so'zga tushunmadi, lekin duo qilib chiqib ketdi. Navbatdagilar jim bo'lib qolishdi. Oradan 2 hafta o'tdi. Bir kuni nonvoyxonaga qimmat kostyumli bir yigit kirdi. U to'g'ri Hasan akaning oldiga keldi. "Siz Hasan aka bo'lasizmi?" "Ha, men shifoxonadanman. Onam o'sha kampir kecha vafot etdi." Hasan aka jim qoldi. Yigit davom etdi. "U har kuni siz bergan nonni 2 bo'lib yeyibdi. Yarmini menga olib kelib, bu non halol odam qo'lidan chiqqan der ekan." Yigit cho'ntagidan konvert chiqardi. "Onam vasiyat qoldirdi. Shu nonvoyxonani ta'mirlash uchun." Hasan aka konvertni olmadi. "Yo'q", dedi u. "Agar olsam niyatim buziladi." Yigit ko'zlari to'lib, "Unda bu bitta iltimos. O'sha odatingizni tashlamang. Har kuni bitta nonni alohida qo'yishda davom eting." Hasan aka bosh irg'adi. Ertasi tong u yana nonvoyxonani ochdi, yana bitta nonni alohida qilib qo'ydi. Chunki u bilardi, berilgan non qaytib kelmasligi mumkin, lekin bergan yurak va bu savob ishlar albatta qaytadi. Odam tomonidan bo'lmasa, Alloh taolo tomonidan qaytadi. Mana azizlar, hikoyamiz ham mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'ying. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.